Oxiri mana shu lazer stanoyda 10 kilo oldimda qo'shnimda bilan ajoyib inson. Yaxshiliklar. Assalomu alaykum do'stlar. Qarang, hozir gulishli tilli qadam boshlaymiz. Mana shu yerga lazerga birinchi kirishkalarni kesib olamizda. Kirishkalarni kesib olamiz. Mana lazer bo'yiga gulishli til taxlamoqchi bo'lsangiz, mana shu lazer hammaga tarqalgan. Mana shunaqa narsaga taxlatib kirishkalarni. Nexia o'rta rezonatorga kirishga keshamiz. 1.8 listdan keshamiz. Mana shunaqa lazer xizmatlari bo'lsa, bemalol tortmay Murodov bilan telefon nomer qoldirib ketaman, bular nomerini. Navoiy shaharga biza, Navoiy shahar. Hozir mana qarang, mana shuncha ishlarni boshqa do'stimiz Zoqbek degan ajoyib inson. Mana o'zlari vitrinalar yasaydi bular. Supermarket, gipermarket, ko'tarlar. Xo'sh. Turli-tuman ishlar, darvozalar, mana gullik listlarni kesib beradi, mana shu lazer stanokka. Hamma sharoit bo'lgan. Og'alarimda bular, og'alarim. Bu nima tomosha deysiz, hozir qarab turing, mana shu lazerdan boshlanadi bizani ishimiz. Oxiri avtomobil gulishitli bo'lib chiqadi-da bu. 1.8 stenkalik list tanlanadi kirishkalariga. Bachokchasiga 1.7 qo'yib yubordim. Yana ham mustahkam chiqadi. Bu yangi varianti bu. Xo'sh, o'rta bachok rezonator necha 1.2 ga. Kanalimizni podpishka qiling, podpiska, like bosib qo'ying, komment yozing. Hozir juda qiziq videolarni tayyorlayapman.